Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun Antaliyada biroz havo bulut, lekin iliq, issiqqina, xuddi bahorda yomg'ir yog'moqchi bo'ladi-yu. Mana banan daraxtlari kesib tashlangan. Tagidan yana chiqib boshlaydi. Bu yoqdan endi kesishadi. Mana bu daraxt shamolda qulab ketuvdi, qo'parilib yiqiluvdi. Bu yoqlarini kesishdi-da, keyin yana ekib qo'yishdi. Ana qoyilmisizlar, bu yana o'sarkan, barak chiqarar ekan bahorda. Havo juda ham bulutli bo'lishiga qaramasdan juda ham ajoyib. Mana xuddi yomg'ir yog'ish nimasida iliq, issiq, shamol yo'q, boshqa yo'q. Issiqqina ob-havo harorati juda ham yoqimli. Bahorda tog'larda tong saharda bo'ladi-ku, bunday havo chiroyli bo'lib, yomg'ir yog'moqchi bo'lib, issiqqina o'shanaqa havo bo'lib turibdi. Tabiat juda ham go'zal, hamma joyi ham yashil. Mana bu yerda xuddi bahordagidek mana qoqi gullar ochilib turibdi mana. Mana bizda bahorda ochilsa, bu yerda mana o'sha ochilib boshlashdi. Bahor havosi, shuning uchun ham bahor havosida dedim. Hamma joyi ham yashil, gullar ochilib turibdi. Tabiati go'zal. Havo toza. Shunaqa azizlar. Mana Antaliya havosi bugungi havasi mana shunaqa. Kecha quyosh juda ham charaqlab chiqib issiq edi. Bugun bulut. Bu yoqda ochilib kelyapti. Lekin yomg'ir yoqqani yo'q. Har doim shunaqa bir bulut bo'ladi, havo ochilib ketadi.